Do'stlar, men Wolfram va bugun sizlar bilan biz va'da qilganimdek o'tgan safarga, ya'ni birini cheklash videomni davomini olamiz. Bugun biz qizlik, bolta, trident, kamol va kirkalarni ko'rib chiqamiz. Hammasini o'chib tayyorlab qo'yganman. Qani ketdik, bo'lmasa boshlaymiz. Tezda videoni cho'chib o'tirmasdan. Birinchi nimadan boshlashim ekan? Kirka yoki hammaga qiziq bo'lishi uchun qilishdan boshlayman. O'z qilishga birinchi navbatda fire aspect. Qilishni hamma biladi qanday shehrlashni. Ko'plar mana bu aytgan shehrlarni oxirida ko'rsatib ketaman. Shuni hammasini qayergadir yozib olsanglar yoki bo'lmasa sahrat qilib qo'ysanglar, qilishlaring eng sho'ri bo'ladi. Mana bu tayyor, lekin shu yerda bu uchun sizlarga ancha ko'p level kerak bo'ladi va endi bizga kerak bo'ladi birorta mob. Aytaylik, mayli, mana shu zombisini olamiz. Ikkitada bu yonib ketgani uchun endi shu bilan mana golem, mayli, bu kuchliroq. 7tagina udar ketdi golem soatiga. O'sha qilishni kuchini ko'rsanglar bo'ladi. Mana shehrlar nima yodlab qolib yoki bo'lmasa o'sharing shehrlashanglar bo'ladi, yaxshigina bo'ladi. O'z mayli qilishni inventorga solib qo'yamiz. Skin qo'ya olmadim, shuning uchun kechirasiz. Endi ikkinchi navbatda boltani shehrlaymiz. Bunga ham shehrlar bor, alohida ham buzishga ham urishga bo'ladigan shehrlar. Sharpness bu o'tkirlik beradi va aniq qiladi. Efficiency sindirishga yordam beradi. Fortune o'sha ko'p qo'shmayman Fortune boltaga, lekin video uchun mayli qo'shyapman. Unbreaking va mending eng muhim ikkita she'r. Mana boltamiz ham tayyor bo'ldi. Endi hozir yo'qmi? Hop. Bu oddiy boltadan ko'ra tezroq ham sindiradi. Keyin oddiygina levasiga qayta tiklab olsanglar bo'ladi. Mana ham tez sindiradi, ham mabodo nimanidir ursanglar ham ko'proq udar oladi. Mana udari 10 udar va teparoq chiqaraman. Udari 10 udar va qassi 26% ko'proq. Ham o'tib oldik. Xo'sh, bularni yo'qotib turamiz. Endi tridentga eng muhim bo'lgan shehrlarni ham qo'shamiz. Loyalty hamma biladi, bu qaytib keladi. Empowering, channeling, unbreaking va mending. Bu ham o'tsanglar o'shalarga qaytib keladi, ham bu anavi. Boya boltadagidek level ochko o'chini tushiradi va yana bitta pilish tarafi bor buni. Mabodo buni yomg'irda nimagadir otsanglar, namday qilib yomg'ir yoki momo qaldiroqda deganim. Adashib ketdim. Hozir ochroq qilishaylik. Mabodo momo qaldiroqda ham
Bo'ldi, bu ham tayyor. Endi Kamol suriyalda endi dragonni yengishda eng kerak bo'ladigan narsalardan biri flame o'qlarni yondirib beradi. Infinity bitta o'qingiz bo'lsa ham buni cheksiz qilib beradi. Source power unbreaking va mending. Mending Kamolga qo'shib bo'lmaydi. Shuning uchun Kamolda ehtiyot bo'lasizlar. Level evasiga tushirib bo'lmaydi buni. Ham ko'proq udar oladi ham shu gorimni tuxumini o'shim bilan olib qolishim kerakmi? Bir 2 3 4 5 dedi. Mabada yani bu ham ko'ryapsiz, har bitta qurol birortasidan kuchliroq bo'lyapti. Buni qilishda 7 tami udarda urdim. Endi tridentda 6 ta, bunda 5 ta. Buni ham qo'yamiz va endi eng zo'ri kirka. To'g'ri, bularni yasashga albatta kirkalar juda ko'p kerak bo'ladi. Bu men ko'rsatadigan shehrlar orqali esa ana qilib olishlaring mumkin. Bu kirkani bemalol bir marta emas, ko'p marta ishlasanglar bo'ladi. Chunki mending bilan level evasiga tushirib olsanglar bo'ladi. Aytaylik, diamond bor. Bu shehr orqali diamondlaring bitta emas, ko'proq o'tishadi va o'shani qayta tiklaydi. Omadlari bu. Mana o'sha 3 ta rudadami, 4 ta rudadan 9 ta diamond hozir ko'ramiz. 3 o'sha 9 ta bor edi bizda. 4 ta tushdi. Bitta tushdi. Yana bitta tushdi. 15 ta bo'ldi. O'sha 7 tami rudada. Bu degani 2 barobar ko'proq degani-da. Lekin ko'proq qancha ko'p topsanglar, shuncha yaxshi. Va diamondlaring ham ko'proq bo'ladi. Bu faqat diamondga emas, boshqa rudalarga ham ish beradi. Kreativ. O'sh, mana bo'ldi. Mana shu narsalar, mana qilichli shehrlari yana bir marta ko'rsatib ketaman. Boltaniki, tridentniki, Kamolniki, kirkaniki. Bu qurollar survivalingizga ancha kuchaytiradi. Mayli, aslida bu qurolni ko'rsatmoqchi emasdim. Mayli, mesh ham shehrlaymiz bu videoni o'sida. Ularni tepaga olib qo'yamizda. Bunga kerak bo'ladigan shehrlar Wheat Brush, Dynasty, Unbreaking, Mending. Shu shehrlar qo'shilishini bilaman. O'sharing bo'lsanglar, yana qo'shib ketsanglar bo'ladi. Wheat Brush, xo'sh. Bunda xo'sh. Ana mishya hammasi bo'ladi. Shunday qilib bu survivalda ham ashqotadiga hamma qurollarni ko'rsatdim. Xohlasanglar yozib ketinglar, yana qaysi qurollar qolib ketganini. Shunga qarab kelasi videoda xohlasanglar qilishim mumkin yoki bo'lmasam qanday yo'nalishda yana videolar chiqarishimni yozinglar, shu videolarni olishga harakat qilib ko'raman. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bosishni unutmanglar.